Ta'limga innovatsion o'quv uslublarini keng joriy etish, pedagog mutaxassislarning bilim va malakasini oshirish orqali sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish tizimini joriy etish dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'quvchilarning bilimini xalqaro darajadagi baholash tizimi orqali o'rganish muhim samara beradi. Mamlakatimizda ham 2026-yilda boshlang'ich sinf bitiruvchilari bo'lgan 4-sinf o'quvchilarining Peerless tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini baholash va rivojlantirish bo'yicha test sinovlari o'tkazish belgilangan. Viloyat pedagogik mahorat markazida ana shunday xalqaro tadqiqot o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish maqsadida 3 kunlik seminar trening tashkil etildi. Peerless xalqaro tadqiqoti 4-sinf boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining o'qish savodxonligi ko'nikmalarini aniqlash uchun qaratilgan. Bu yerda faqat o'qish savodxonligi deganda umumiy tushuncha bo'lib, o'qish savodxonligi o'qib tushunish, undan xulosa chiqara olish, qaror qabul qila olish, undan keltirib chiqara bilish, o'zaro alohida mulohazalarni bog'lay olish kabi ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. 2021-yildagi Peerless xalqaro tadqiqotdan farqli o'laroq, bu safar 2026-yilda xalqaro tadqiqot elektron, ya'ni kompyuter texnikasi vositasida o'tkaziladi. Bu esa o'quvchilarda faqat o'qib tushunishdan tashqari axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan to'laqonli foydalanishni ham talab etadi. Viloyat pedagogik mahorat markazida boshlang'ich sinf o'qituvchilariga zamonaviy ta'lim standartlaridan foydalanishning yangicha usullari, o'yin debatlar, bahs-munozara, interaktiv jamoaviy o'yinlar orqali yuqori natijalarga erishish bo'yicha yangi metodlar o'rgatilmoqda. Peerless tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini baholash va rivojlantirish bo'yicha 3 kunlik trening mashg'ulotlarida bu boradagi tizimli ishlar yanada keng ko'lamda davom ettirildi. Treningdan ko'zlangan asosiy maqsad Peerless tadqiqoti natijalari asosida shakllangan amaliy yondashuvlar orqali o'quvchilarda o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Trening davomida ishtirokchilar Peerless xalqaro tadqiqotining maqsadi, ahamiyati, shuningdek, o'qish savodxonligi tushunchasi bilan tanishdilar. Bu jarayonda ular olgan bilim va ko'nikmasini yanada mustahkamlab, o'qib tushunish jarayonlarining mazmun mohiyatini chuqur anglab olishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, dalillarga asoslangan didaktik tamoyillar va ularni dars jarayonida samarali qo'llash usullari o'rganilib, raqamli matnlarni o'qib tushunish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan samarali yondashuvlar tahlil qilindi. Mamlakatimiz Peerless 2021 jarayonida qatnashib 57 ta mamlakatning ichida 49-o'rinni egallagan. Umuman Peerless jarayonini e'tibor beradigan bo'lsak, Peerless jarayoni 4-sinf o'quvchilarini matnni o'qib tushunish darajasini salohiyatini aniqlaydigan xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. Topshiriqlar asosan 4-sinf o'quvchilarini badiiy savodxonligi ham axborotni tahlil qilish savodxonligini aniqlaydi. O'quvchilarga tushgan 8 oyoqlar mavzusida matnni tushunish savodxonligini aniqlash turiladi. Berilayotgan savol qandaydir faoliyatda nimadan foydalaniladi deb turib so'raladigan bo'lsa, matnda bu jarayon asosan mavjudligi bo'yicha aniqlanadi. Masalan, uy sharoitida 8 oyoqlar qanaqa boshpanalardan, nimalardan tayyorlanadi degan topshiriqda savol berilgan bo'lsa, matnda u toshli uylarda yashashi to'g'risida fikr ketadi. Demak, o'quvchilarimiz bu yerda nimadan foydalanishini bo'yicha harakatlanamiz, aynan mazmuniga e'tibor bergan holda savolni ichidan topishlari kerak bo'ladi. Maktab ta'limini rivojlantirishda bu kabi xalqaro tadqiqotlarning o'tkazilishi soha vakillarining pedagogik tajribasini yuksaltirishga xizmat qiladi. Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazida bo'lib o'tgan seminar trening mashg'ulotlari esa farzandlarimiz kelajagi uchun eng muhim omil, ta'lim samaradorligini oshirishni taqozo etadi.